Mo'ysafid kitobni yopib Hayoga qaradi. Isming nima? Hayo, siznikichi? Al-Amin. Amin demoqchimisiz? Yo'q, Al-Amin. Amin nazoratchi degani. Siz nimani nazorat qilasiz? Kutubxonani. Bu laqab, ism emas. Oldin kutubxonachi bo'lib ishlaganmisiz? Mutolaaga bo'lgan ko'r-ko'rona muhabbatingizning siri shundami? Bo'lganman va hozir ham shundayman. Sizni faqat Amin deb chaqirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Kutubxonangiz qayerda? Amin tabassum qildi. Kitoblarni yoqtirmaysan deb o'ylagandim. Hayo jilmaydi. Hali ham yoqtirmayman, lekin o'sha kutubxonangizni ko'rgim kelyapti. Rostdan ham kutubxonangiz bormi o'zi? Albatta, otamdan qolgan. Otam esa bobomdan meros qilib olgan kutubxona. Men xuddi otamga, otam esa otasiga o'xshaydigan, ya'ni kitoblar o'qisak muammoga duch keladigan odamlarmiz. Muammo? Qanday muammo? Kitob o'qish sababli yoshligimda maktabdagi sinfdoshlarim meni chiqishtirishmasdi. Hayo qah-qaha otib kuldi. Zerikarli kitoblarni o'qishga mukkasidan ketgan odam bo'lganingiz uchun shunday bo'lgandir-da. Amin tabassum qildi. Ehtimol. Hayo atrofga alanglab dedi. Bu yerda hech qanday kutubxonani ko'rmayapman. Amin quchog'idagi kitobni javonga qo'ydi. Kutubxonam bu yerda emas. Hayo Aminga qarab so'radi. Unda qayerda? Yillar davomida qayerda bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda. Yerto'lada. Hayo biroz xavotirlandi. Yerto'lada? Qachondir menga ishonch bildirganingda senga uni ko'rsataman. Ishonch bildirsang deb nimani nazarda tutyapsiz? Menga ishonsang demoqchimisiz? Senga bergan sovg'amni qabul qilgan paytingda menga ishonch bildirganingni anglab olaman. Hayo nariroqda turgan qurigan binafsha guliga yuzlanib, unga tikilib qoldi. Bu orada eshik taqillab, tashqaridan kelayotgan Halimaning ovozi eshitildi. Hayo xonim, kech qolib ketdik. Ahvolingiz yaxshimi? Hayo Aminga qarab, Halimaga eshitiladigan qilib baland ovozda javob qaytardi. Men yaxshiman, Halima, xavotir olma. Boraver, birozdan keyin ortingdan yetib olaman. Halima eshik ostonasida turgancha, istasangiz shu yerda kutib turishim mumkin, dedi. Hayo o'rnidan turib stol oldiga bordi. So'ngra qo'lini cho'zib qurigan binafsha gulini oldi va Aminga qaragan holda uni hidladi. Yo'q, uyimizning darvozasiga qayt va meni o'sha yerda kutib tur. Halima, xo'p bo'ladi xonim, deb qasrga ravona bo'ldi. Amin tabassum qilib so'radi. Hidi qanday ekan? Hayo hayrat bilan javob qaytardi. Hayotimda bunday muattar iforni hidlagan emasman. Qurigan gul qanaqasiga bunday xushbo'y hid taratishi mumkin? Amin o'rnidan turib dedi. Endi kutubxonamni ko'rishni istaysanmi? Hayo gulni stol ustiga qo'ydi. Ha, tez, faqat tez. Amin boya kelgan joyiga qarab yurdi. Hayo ham ortidan ergashdi. Amin va uning ortidan ergashib kelayotgan Hayo yog'och eshik qarshisida to'xtashdi. U katta, mis qulf osilgan temir zulfin bilan berkitilgan edi. Amin, o'sha yerto'laning eshigi shu, dedi. Kutubxonangizga olib boradigan yerto'lani nazarda tutyapsizmi? Ha, dedi Amin cho'ntagidan bir shoda kalitni chiqarib. Hayo kalitlar shodasini ko'rib, bular qanday kalit? Deb so'radi. Amin Hayoga javob qaytarmay, mis qulfga kalitlardan birini solib buradi. So'ng g'iyqillagan ovoz chiqib, eshik ochildi. Eshikning ichkarisi qop-qorong'i edi. Hayo xavotirlanib so'radi. Qorong'i ekan-ku, pastga qanday tushamiz? Amin oldinga 1-2 qadam tashlab, meni shu yerda kut, dedi. Mo'ysafid ichkariga kirib ketdi. Hayo uning qadam tovushlarini eshitib turdi. U borgan sari pasayib yo'qola boshladi. Hayo xavotirlangan ko'yi zulmat ichida nima borligini ko'rishga harakat qildi. Lekin ko'ziga hech narsa ko'rinmadi. Yerto'la ostonasida bir necha daqiqa kutgandan keyin Hayo zina nihoyasidan
yorqin nur yaqinlashib kelayotganini ko'rdi. Yog'du Hayoning qarshisida nimalar borligini ko'rsatdi. Hayo avvalo pastga olib tushadigan yog'och zinani ko'rdi. So'ngra Aminning ovozini eshitdi. Endi pastga tushsang bo'ladi. Hayo tushishga ikkilandi. Chunki diliga to'satdan qo'rquv sizib kirgandi. Lekin o'zini qo'lga olib, shijoatini jamlab pastga tusha boshladi. Hayo bir necha qadam qo'ygandan keyin bir necha sham yoritib turgan joyda Aminni ko'rdi. Bu yerning devorlari to shiftgacha cho'zilgan katta tokchalardan iborat bo'lib, turli xil hajm va rangdagi kitoblar bilan to'lib toshgandi. Tokchalarga yog'och narvon suyab qo'yilgan. Yuqoridagi kitoblarni olish uchun mo'ljallangani sezilib turardi. O'rtada jigarrang teridan ishlangan kursi ham bor edi. Amin tabassum bilan o'sha kursiga o'tirdi. Uning orqasida esa tokchalardan biriga qo'yilgan katta dumaloq soat bor edi. Hayo hayrat bilan atrofga qaragancha ichkariga bir necha qadam tashladi. "Kutubxonangiz shumi?" "Ha", dedi Amin jilmayib. Hayo ko'rsatkich barmog'i bilan tokchalardan birini artib, "Oxirgi marta qachon bu yerni tozalagan edingiz?" dedi. Amin kulib javob qaytardi. "Bunga sira vaqtim yo'q." Hayo asta yurib, tokchalarga diqqat bilan nazar tashlagan holda terilgan kitoblarni qo'li bilan siladi. "Kutubxonangiz o'zgacha joziba bor ekan. Orasidan biror kitobni tanla." Hayo tabassum qilib Aminga qaradi. "Sizga kitob o'qishni yoqtirmasligimni aytgandim. Esingizdan chiqdimi? Qanday qilib tajribada sinab ko'rmagan narsangni yomon ko'rishing mumkin axir?" Hayo kitoblarni ko'zdan kechirgancha tokchalar aro yurishni davom ettirdi. "Maktab darsliklari mutolaani yoqtirmasligimni anglashga yetarli bo'lgan. Kitob mutolaasi bilan dars tayyorlash umuman boshqa tushuncha." Hayo qirrasi zarxallangan qizil kitobni olib ko'zdan kechira boshladi. "Ikkalasi ham zerikarli. Bunga ishonching komil bo'lsa, seni majburlamayman." Hayo qizil kitobni tokchaga qaytarib qo'ydi. So'ng ko'rsatkich barmog'i bilan kitoblarga birin-ketin ishora qila boshladi. "Amin, nima qilyapsan?" Ko'zlari tokchalarga tikilgan Hayo, "Ularni sanab chiqyapman", deb javob qaytardi. Amin tabassum qildi. "Kitoblar jami 5454 ta." Hayo tokchalarga hayrat ila boqqan ko'yi barmog'ini tushirdi. "Yo Xudoyim, kitoblaringiz rosa ko'p ekan." Amin kursidan turdi. "Qani endi ketdik. Uyingga qaytishing kerak, kech qolasan." Hayo Aminga o'girildi. "Bittasini olsam bo'ladimi?" Amin hayron bo'lib so'radi. "Nimani?" "Kitobni." Amin qayta charm kursiga o'tirdi. "Kitob o'qishni yoqtirmasding-ku?" Hayo nigohlarini kitoblar turgan tokchalarga qaratdi. "Hozir ham yoqtirmayman." "Unday bo'lsa nega olmoqchisan?" Hayo tepadagi tokchalarga tikildi. "Bilmadim, bittasini varaqlab ko'rmoqchiman, xolos." Amin tabassum qildi. "Senga yoqadigan bir kitobni bilaman." Hayo Aminga o'girilib qaradi. "O'qimoqchi emasman, faqat varaqlab ko'rmoqchiman." Amin turib ortidagi tokchaga yuzlandi. "Aslida bir necha sahifani varaqlasang kifoya." Hayo hayron bo'lib so'radi. "Nima demoqchisiz?" Amin kitoblar orasiga ko'z yugurtirdi. "Necha yoshdasan, Hayo?" 12 yoshu 7 oy va 5 kunlikman." Amin kulgan holda qora naqshli ko'k kitobni oldi. "Katta bo'lishni kutib kun sanayotgan ko'rinasan." "Shunday. Otamning tutqunligidan xalos bo'lish uchun tezroq katta bo'lishni istayman." Amin ko'k kitobni joyiga qaytarib, naqshsiz yashil rangdagi boshqa kitobni oldi. "Usiz hayoting yanada yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaysanmi?" "Har holda yomon bo'lmasligi aniq. Ammo otam meni sog'inmasligi aniq." Amin yashil kitobni Hayoga uzatdi. "Mana, shuni ol." Hayo Aminning qo'lidan kitobni oldi. "Kitoblaringizning bari qissa va romanlardan iboratmi yoki orasida ilmiylari ham bormi?" Mutolaa va kitoblarni yoqtirmaydigan qiz ekaningni hisobga olsak, kitob turlari haqida ma'lumotga ega ekaning ajoyib. Hayo qo'lidagi yashil kitobni ko'zdan kechirib, "Romanlarni foydasiz va behuda deb bilaman. Ularning turgan bitgani tasavvurdan iborat.
Ilmiy kitoblardan hech bo'lmaganda ozgina bo'lsa ham foyda olsa bo'ladi. Aniq fanlar qotib qolgan tasavvurdan o'zga narsa emas. Nima demoqchisiz? Amin yuzini Hayoga yaqinlashtirib, tabassum qilgancha ko'zlariga tikildi va go'yo pichirlab qandaydir sirni aytayotgandek past ovozda dedi. Xavotir olma, bu yerda zerikarli kitob yo'q. Hayo qo'lidagi kitob sarlavhasiga qaradi. So'ngra tovlanib turgan kumushrang harflarni o'qidi. Bug'doy dalalari. G'alati nom ekan. Amin boshini Hayoning yuzidan uzoqlashtirib, qaddini tikladi. Ajoyib kitob. Men u bilan boshqa hayotda yashaganman. Bu kitob non pishirish haqidami? Hayoning savolini eshitgan Amin kuldi. Yo'q. Hayo kitobni ko'zdan kechirgancha yana savol berdi. Muallifning ismi qani? Amin nigohini tepaga qaratib, tokchalarni ko'zdan kechirgan holda javob qaytardi. Bu yerdagi kitoblarning muallifi yo'q. Hayo hayron bo'lib yana so'radi. Nima demoqchisiz? Qanaqasiga muallifi yo'q? Unday bo'lsa bu kitoblarni kim yozgan? Kitobni kim yozganiga, uning mazmuniga e'tibor berganchalik diqqat qaratma. Senga kafolat beraman. Bularga o'xshashni hech qachon ko'rmagansan. Unga o'xshash kitobni oldin o'qimagansan demoqchimisiz? Nima degan bo'lsam, shuni nazarda tutdim. Lekin o'qib chiqishga qat'iy qaror qilganingdan keyingina uni ochishing kerak. Hayo masxaramiz ohangda so'radi. Nima uchun? Uni to'liq o'qimasam meni jazolaysizmi? Yo'q. Lekin oxirigacha tugatmasdan undan chiqa olmaysan. Hayo tabassum qildi. Faqat varaqlab keyin o'zingizga qaytarib beraman. Sizga kitob o'qishni yoqtirmasligimni aytdim. Amin qo'li bilan Hayoga ishora qilib charm kursiga o'tirdi. Qani, varaqlab ko'rchi. Hayo kursi orqasidagi katta soatga qaradi. 9dan 4 daqiqa o'tibdi. Vaqtim oz. Uyga kech borishni istamayman. Kitobni olib tursam bo'ladimi? Uni uyda varaqlab ko'raman. Yo'q. Kitoblar hech qachon bu yerdan tashqariga chiqmaydi. Xavotir olmang, uni o'g'irlab olmayman. Amin tabassum qildi. Kitoblar o'g'irlanmaydi, xayolingizni o'g'irlaydi. Hayo Aminga ajablanib qaradi. Amin, qani, kitobni tezroq ocha qol. Uyingga tezroq qaytishing kerak. Hayo kitobni ochishi bilan yorqin shu'la yuziga tushib, ko'zini qamashtirdi. Nur bir necha soniyadan keyin tarqadi. Hayo o'zini katta bug'doyzor ichida ko'rdi. Bug'doy boshoqlari shamol ta'sirida o'ynoqlar, tepada ummon kabi yon ko'k osmon uzra suzib yurgan bulutlar qurshovida quyosh charaqlab turardi. Hayo shu zahoti bor kuchi bilan qichqirdi. So'ng, senga nima bo'ldi, Amal? Deb murojaat qilayotgan xavotirli ovozni eshitdi. Bechora qiz qo'rqib, ovoz kelgan tarafga burildi. Qarasa oldiga bir yigit yugurib kelayapti. Cho'chib ketgan Hayo yigitdan qochishga urinib, qarama-qarshi tomonga chopa boshladi. Hayo bu palla jismi qandaydir g'ayritabiiy bo'lib qolganini sezdi. Bo'yi uzunroq, egnidagi libos uydan kiyib chiqqan ko'ylagidan boshqacha edi. Lekin u bular haqida ko'p bosh qotirmasdan shoshilgancha yugurishda davom etdi. Anavi yigit ham uning ortidan baqirgancha davom etdi. Hayo cho'pag'on bo'lishiga qaramay, yigit unga yetib oldi va qo'ldan ushlab uni yerga yiqitdi. Hayo qochishga urinib, yigitni o'zidan nari qilishga urindi. Yigit hayron bo'lib Hayoga baqirardi. Senga nima bo'ldi? Senga nima bo'ldi? Hayo uni o'zidan nari qilishga uringan holda qichqirdi. Mendan nari tur! Yigit Hayodan qo'lini tortib o'rnidan turdi va ajablanib so'radi. Senga nima bo'ldi, Amal? Nimadir qo'rqitib yubordimi? Hayo o'rnidan turib, asabiylashgan holda yig'i aralash hayqirdi. Mendan nari tur dedim. Yigit ikki qo'lini ko'tarib sokin ovozda dedi. Yaxshi, yaxshi. Tinchlan, Amal. Hayo unga yana baqirdi. Men Amal emasman, ahmoq. Men qayerdaman? Yigit hayratlanib so'radi. Amal, senga nima bo'ldi? Hayoning battar g'azabi qo'zib baqirdi. Meni bu ism bilan chaqirma. Hayo sarg'imtir, uzun bug'doy boshoqlari orasida tizzalab o'tirgancha ho'ngrab yig'lay boshladi. Yigit Hayoning holatini ko'rib, ortga bir necha qadam tashladi va xavotir bilan dedi.
Firdavsni chaqiraman, kelib senga o'zi qaraydi. Yigit gapini tugatib yugurgancha undan uzoqlashdi. Bu orada Hayo boshi aylanganini his qilib, hushidan ketib yerga yiqildi. Ko'zini ochganda tepasida yog'och ustunlardan ishlangan shiftni ko'rdi. Shuningdek, yaqinroqda yonib turgan olovning chirsillagani eshitilib turardi. Hayo boshini ko'tarib, o'zini kichik kulbada ekanligini ko'rdi. Kulbada kamin ham bor ekan. Kamin o'rtasida esa temir qozon osilgan bo'lib, undan biroz bug' chiqib turardi. Uning ustiga qo'yning terisiga o'xshash mo'yna yopib qo'yilganini ham ko'rdi. Shuningdek, kulba devorlariga arra, bolg'a kabi ish qurollari va arqonga bog'langan chelak ilib qo'yilgandi. Hayo kulbani yaxshilab ko'zdan kechirayotgan paytda eshik ochilib, ichkariga 20 yoshlar atrofidagi bir qiz kirib keldi. Hayoning uyg'onganini ko'rgan qiz tabassum bilan unga yaqinlashdi. So'ngra ixchamgina suyanchiqsiz yog'och kursini olib, Hayoning qarshisiga o'tirdi va kaftini uning peshonasiga qo'ydi. Xudoga shukr, sog'-omon ekansan. Sendan rosa xavotir oldik, Amal. Hayo qizga javob qaytarmasdan xavotir bilan unga tikilib turdi. Qiz tabassum bilan Hayo yotgan yog'och karavotning tagidan idish oldi. Arandas meni rosa qo'rqitdi. Oldimga kelib, Firdavs deb rosa baqirib chaqirdi. Hayo Firdavsga javob qaytarmasdan hayron bo'lguncha qarab turaverdi. Firdavs idishdan bir matoni chiqarib siqdi va uni Hayoning peshonasiga qo'ygan holda kulib, bo'lgan voqea tufayli otam uni rosa urishdilar, dedi. Hayo qo'rquv aralash so'radi. Sen kimsan? Firdavs tabassum bilan hazillashib javob qaytardi. Men qallig'ingni otamning g'azabidan qutqargan odam bo'laman. Hayo hayrat bilan dedi. Qallig'im? Ha, hozir tashqarida turibdi. Sendan rosa xavotir olyapti. Hayo atrofga alanglab yana savol berdi. Men qayerdaman? Firdavs o'rnidan turib eshik tomon yurdi. Hozir chaqiraman. Faqat u yuzingga tabassum yurgizishi mumkin. Firdavs eshikni ochib, kimgadir ichkariga kir deb ishora qildi. Bir necha soniyadan keyin bir yigit ichkariga kirdi. Hayo uni darhol tanidi. Chunki uni bug'doy dalasida hushini yo'qotishdan oldin ko'rgan yigit edi. Yigit yuzida kuchli xavotir alomatlari balqigan holda kulba o'rtasiga yurib bordi va Hayoni ko'rishi bilan darhol u tomonga shoshildi. So'ngra Hayoning qarshisiga o'tirib so'radi. Ahvoling yaxshimi, Amal? Senga nima bo'ldi? Hayo javob qaytarmasdan xavotir va qo'rquv aralash yigitni kuzatib turdi. Firdavs tabassum qilgancha tashqariga chiqishga shaylandi. Sizlarni yolg'iz qoldiraman. Hayo qo'lini ko'targan ko'yi baland ovozda hayqirdi. Yo'q, meni u bilan yolg'iz qoldirma. Firdavs Hayoning o'zini bunday tutishidan hayron bo'ldi. Birinchi marta mendan buni talab qilyapsan. Odatda sizlar bilan qolsam jerkib berarding. Hayo qaddini rostlab, yelkasini devorga suyab o'tirdi. So'ngra ustidagi mo'ynani bo'ynigacha tortib, yigitga shubha aralash nigoh bilan tikildi va Firdavsga "Iltimos, meni u bilan yolg'iz qoldirma", dedi. Yigit Firdavsga o'girilib, hayrat ichra so'radi. Unga nima bo'ldi? Firdavs tabassum bilan yigitga javob qaytardi. Arandas, hozir keta qol. Xavotir olma, u hali ham o'ziga kelgancha yo'q. Ko'zlaridan ajablanish balqib turgan Arandas dedi. O'zi nima sodir bo'lganini tushunmayapman, Firdavs. Firdavs hazillashgancha yigitning orqasidan itardi. Chiqa qol, keyin gaplashamiz. Arandas ajablangancha kulbadan chiqib ketdi. Firdavs yigitning ortidan eshikni yopilishi bilan Hayoning oldiga kelib, karavotning chetiga o'tirdi. Senga nima bo'ldi, Amal? Arandasga nega bunday muomala qilyapsan? Hayo asabiylashib ketdi. Arandas kim? Sen kimsan? Firdavs hayratlanib, menmi? Men sening opangman, Amal, dedi. Amal kim? Men Amal emasman. Firdavs xavotirlandi. Unda kimsan? Hayo asabiy holda dovdiradi. Men. Ha, sen kimsan? Hayo qo'lini boshiga qo'yib, peshonasidan nam matoni oldi. Eslolmayman. Firdavs tabassum qilib, Hayoning peshonasidan o'pdi. Sen bizga doim yangi muammolar tug'diradigan singlim, Amal bo'lasan. Hayo xavotir bilan. Yo'q, ishonchim komil.
Men sen aytayotgan odam emasman, men boshqa odamman. Firdavs yonog'ini kaftiga qo'yib, Hayoga diqqat bilan razm solgancha kinoyali ohangda so'radi. Qani, menga aytchi, unda kimsan? Hayo kaftlari bilan yuzini berkitgancha yig'lab yubordi. Bilmayman, lekin mening hayotim emasligiga aminman. Firdavs tabassum bilan kinoyali ohangda so'radi. Arandasga nikohlanishdan qochib shunaqangi hiyla qilyapsanmi deyman-a? Hayo yuzidan kaftini olib, hayrat ichra baland ovozda baqirdi. Nikoh? Qanaqa nikoh? Men hali kichkinaman-ku. Firdavs kuldi. Kichkinasan? 1 oy oldin 17 yoshga to'lding. Hayo ajablangancha qat'iyat bilan dedi. Men 12 yoshdaman. Bu gapni eshitgan Firdavs sharaqlab kuldi va Hayoning oldidan turdi. O'zingga kelib avvalgi hazilkashligingga qaytgan ko'rinasan. Hayo asabiylashib, qo'rquv aralash dedi. Yo'q, rostdan aytyapman. Firdavs kulgancha eshikni ochib, tashqariga chiqish asnosida bugun daladagi ishdan dam olding, lekin ertaga ishga qaytib bizga yordam berishing kerak. Chunki hozir hosil yig'ish mavsumi. Otamga yordam berishimiz kerak. Hayo Firdavsning ortidan yopilayotgan eshikka tikilib o'ziga o'zi gapirdi. Qanaqa dala? Menga nima bo'lyapti o'zi? Hayo xotirasini qaytarishga rosa harakat qilsa ham, bu joy haqida hech narsa bilmasligini, boshqa hayotda, boshqa makonda yashashi va yoshi ham, jismi ham hozirgidek bo'lmaganini eslay oldi xolos. Ko'p o'ylayvergandan biroz yuragi siqilib, nafas ichiga qaytganini his qildi va o'rnidan turib, kulbadan tashqariga chiqishga qaror qildi. Hayo eshikni ochganda qarshisida juda go'zal manzaraga guvoh bo'ldi. Ikki ko'tarilgan quyoshning iliq nurlari Hayoning yonoqlarini paypaslar, ko'z yetadigan joyga qadar turli gulzorlar, oltin tusdagi bug'doy dalalari bilan qoplangan yam-yashil yaylovlar, ufqqa bo'y cho'zgan qorli yuksak tog'lar ko'rinib turardi. Hayo o'zi tarafga esgan yoqimli nasimdan chuqur nafas olib, cheksiz go'zallikni to'laligicha his qilish uchun ko'zlarini yumdi. Hatto ko'zlarini yumish ham quyoshning zarrin nurlari va o't o'lanlarning muattar islari qorishgan muzdek shabada og'ushidagi Hayoga bunday jannatni his qilishga to'sqinlik qilmadi. Dilrabo tabiat bilan uyg'unlikni itning vovullashi va qo'ng'iroqlarning jaranglagan tovushi buzdi. Hayo ko'zlarini ochganida o'zi tomon yaqinlashib kelayotgan chorva hayvonlari podasini ko'rdi. Oldinda kelayotgan oq kuchukcha Hayoning yoniga yugurib kelib, vovullagancha atrofda aylana boshladi. Poda ortidan esa kechagi yigit qo'lda uzun tayoq bilan xijolat tortgancha yurib kelardi. Bu safar Hayo undan xavfsiramadi, chunki uni qamrab turgan go'zallik Hayoning vujudiga xotirjamlik bilan bag'ishlagan edi. Hayo yigitga nim tabassum qilib, nozik harakatlar bilan unga qo'l silkitdi. Buni ko'rgan yigit xursand bo'lib ketdi. Men bilan bormaysanmi? Hayo past ovozda javob qaytardi. Qayerga? Arandas baqirdi. Nima deding? Hayo ovozini balandroq ko'tardi. Qayerga boramiz? Arandas tabassum bilan hayqirdi. Har kuni boradigan joyimizga, daryo bo'yiga, qo'y qo'zilarni sug'orishga. Hayo poda tomon tez-tez yurib bordi va qo'li bilan qo'ylarning mayil mo'ynasini silagan holda keta boshladi. Haligi kuchukcha esa Hayoning atrofida go'yo undan nimadir istayotgandek aylanib sakrardi. Poda ortidan ketayotgan Arandas tabassum qilib dedi. U har kungi quchoqlashingni xohlayapti. U bunga odatlanib qolgan axir. Hayo tabassum bilan ortiga, Arandas tarafga o'girildi. Lekin men uni oldin ko'rmaganman. Arandas kuldi. Hali ham sizlarni tanimayman deb oyoq tirab turibsanmi? Hayoning ko'zidan durdek yosh chiqib, yonog'iga to'kildi. So'ngra kuchukchaga qaragancha ikki qo'lini keng ochib, o'ziga o'zi men hatto o'zimni ham tanimayapman dedi. Kuchukcha Hayoning bag'riga otilib yuzini yalay boshladi. Hayo esa rosa kulardi. Bir soatga yaqin vaqt ichida turli o'simliklar va ser meva olma daraxtlari bilan o'ralgan go'zal bir daryoga yetib kelishdi. Poda daryo qirg'oqqa yaqinlashib, uning chuchuk suvidan icha boshladi. Hayo maftunkor manzaraga mahliyo bo'lib, uning go'zalligidan bahra olardi. Arandas Hayoga yaqinlashib manzarani u bilan birgalikda biroz tomosha qilib turdi. So'ngra tabassum bilan gap boshladi. Kun kelib bu joyga farzandlarimiz bilan kelamiz.
Hayoning yuz ifodasi o'zgardi. Farzandlarimiz? Arandas manzarani kuzatishda davom etgan kuy dedi. Ha, farzandlarimiz. Hayoning biroz jahli chiqdi. Men senga tegmayman. Arandas unga hayrat ila boqdi. Nima? Sanoqli kunlardan keyin to'yimiz bo'ladi-ku. Men sen bilan o'zi yaqindagina tanishdim-ku. Qanday qilib tegadi deb o'ylayapsan? Axir seni yaxshi tanimayman-ku. Arandas rosa taajjublandi. Meni endigina uchratding? Aqldan ozdingmi, Amal? Hayo yigitga baqirdi. Men Amal emasman. Arandas uning qo'lidan qattiq ushlab tortdi. Senga nima bo'ldi? Fikringni o'zgartirgan bo'lsang, bunaqangi ahmoqona tomosha ko'rsatishga hojat yo'q. Hayo qo'lini Arandasning kaftidan tortib, daryo tomonga yurdi. So'ngra daryo qirg'oqqa tiz cho'kib o'tirdi-da, yig'lay boshladi. Yigit hayrat bilan orqasidan kuzatib turdi. So'ngra ortga qaytish uchun podani harakatga keltir, degandek qo'ldagi tayoq bilan itga ishora qildi. Bu asnoda Hayoga qani ketdik deb aytdi. Hayo unga javob qaytarmasdan daryo bo'yida xo'rsingancha yig'lab o'tiraverdi. Arandas uni o'zi bilan qaytishga majburlamadi va podasi bilan kelgan joyiga ravona bo'ldi. Havo nasimlarda o'ynoqlayotgan daryo bo'yidagi binafsha guli yig'lab o'tirgan Hayoning diqqatini tortdi. Hayo unga yaqinlashib, diqqat bilan nazar solganda, vujudida qandaydir o'zgacha tuyg'ularni his qildi. Hayo bu gulni oldin ko'rgandek his qilardi. Mana shu his Hayoni egallab, uning muattar isini hidlashga undadi. Hayo binafshaning xushbo'y iforini hidlaganda, suvda o'zining aksini ko'rdi. Hayo qarshisida rangi qor kabi oppoq, sochlari quyoshdek sap-sariq, ko'zlari samo yangliq ko'm-ko'k bir hurliqoq qis turardi. Hayo o'zini taniy olmasdan g'amgin holda "Sen kimsan? Men kimman?" dedi. Hayo mahzun holda o'z holati haqida tafakkurga cho'mib, kulbaga qaytmasdan daryo bo'yida bir necha soat qolib ketdi. Quyosh botishga yaqinlashib, ufqdan qizil gardishi g'oyib bo'lishni boshlaganda, ortidan kimningdir chaqirayotganini eshitdi. Hayo o'girilib qaraganda, mo'ylovli, uzun soqoli bor erkakning o'zi tomonga yaqinlashib kelayotganini ko'rdi. Hayo xavotir bilan o'rnidan turib, o'zi tomon tez-tez yurib kelayotgan odamga qarab turdi. U Hayoning oldiga yetib kelganda, "Nima bo'ldi, Amal? Nega bu yerda yolg'iz o'tiribsan?" dedi. Hayo xavfsiragancha uning savoliga savol bilan javob berdi. "Siz kimsiz?" Erkak Hayoning savolini eshitib hayron bo'ldi. "Men kimman?" "Ha, siz kimsiz? Ahvoling o'ylaganimizdan ko'ra yomonroqqa o'xshaydi." "Nima demoqchisiz?" "Amal, men sening otangman. Meni eslolmayapsanmi?" Hayo asabiylashib ketdi. Yo'q, sizni eslay olmayapman. Bu joyga ham, bu hayotga ham tegishli hech narsani eslay olmayapman." Erkak Hayoni bag'riga bosmoqchi bo'lib, oldiga yaqinlashdi va qo'llarini u tomon cho'zdi. "Hech qisi yo'q. Qani uyga ketdik." Hayo bir necha qadam ortga chekindi. "Mendan nari turing." Erkak Hayoning harakatlaridan dong qotgan holda joyida turib qoldi. Uzoq davom etmagan sukut va sinchkov qarashlardan keyin erkak gap boshladi. "Nima qilishni istaysan? Nima qilsam ko'nglingni topaman?" Hayo yig'lab, "Bilmayman," deb qattiq baqirdi. Erkak sokinlik bilan, "Hech bo'lmaganda suhbatlashsak bo'ladimi?" Hayo tez-tez nafas olib, kafti bilan ko'z yoshlarini artdi. "Nima haqida suhbatlashamiz?" Erkak ehtiyotkorlik bilan Hayoga yaqinlashdi. "Nima haqidaligi muhim emas, gaplashsak bo'ldi." Hayo yerga mahzun qarab, g'amgin ovozda dedi. "Siz hozir nimalarni his qilayotganimni bilmaysiz." Erkak Hayoni bag'riga bosib, boshni ko'ksiga qo'ydi. "Men bilmay kim bilsin?" Hayo erkakning bag'rida xuddi yosh bolalardek yig'lay boshladi. Bir necha daqiqalik to'xtovsiz yig'idan keyin erkak Hayoni yerga o'tqazib, o'zi ham yoniga cho'kdi. "Agar sen Arandasga turmushga chiqishni istamayotgan bo'lsang, to'g'risini aytaver. Buning aslo yomon tarafi yo'q. Sen bunga majbur emassan, qizim." Hayo tabassum bilan qarshisidagi ko'm-ko'k daryoga termilib, "Hislarimni tushuntirishga urinishdan charchadim. Men jim o'tiraman. Dilingdagilarni bemalol aytishing mumkin."
Baribir meni tushunmaysiz. Hechqisi yo'q, gapiraver, amal. Hayo hasrat bilan tabassum qilib hech narsa demadi. Erkak xavotirlanib so'radi. Senga nima bo'ldi? Hayo tabassum yugurgan yuzini xavotirlanayotgan erkakka qaratib, yosh to'la qizargan ko'zlarini mo'ltillatib, "Hech narsa, ota, hech narsa", dedi. Erkakning yuzi yorishib, Hayoni qattiq bag'riga bosdi. So'ngra xursand bo'lib dedi: "Seni salomat qilgan Yaratganga hamd bo'lsin. Shukr, xotirang qaytibdi." Hayo ham uni bag'riga bosdi. Hech narsani eslay olmayotgan bo'lsa ham, yangi hayotini, rostdan ham xotirasini yo'qotganini qabul qilishga qaror qildi. Shuningdek, o'zini boshqa insondek his qilayotganini alahsirash deb hisobladi. Bir hafta o'tmasdan Hayo Arandasga turmushga chiqdi. U nikohdan oldin Arandasga nisbatan hech qanday tuyg'uni his qilmagan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan uni yaxshi ko'rib qoldi. Xususan, birinchi farzandini dunyoga keltirgandan keyin sevgisi yanada kuchaydi. Chunki u homiladorlik paytida Arandasning cheksiz mehriga, sevgi bilan to'lib toshgan dil izhorlariga guvoh bo'ldi. Hayo turmush o'rtog'i hamda 3 o'g'li, 4 qizi bilan uzoq yillar go'zal hayot kechirdi. Farzandlarini opasi Firdavsning farzandlari bilan nikohladi. Hayo bu yillar davomida otasidan meros qilib olgan yer maydonida eri bilan chorvachilik qilib, dehqonchilik bilan shug'ullandi. Hayo uzoq yillar davomida tinmay mehnat qildi. U shirin hayoti mobaynida o'z oila a'zolaridan tashqari odamlar bilan xayolini band qilmadi. Barchalari hayotlaridan rozi holda topganiga qanoat qilib, baxtli hayot kechirishdi. Hayo 80 yoshga yetgunicha ko'plab nevaralar ko'rdi. Hatto ba'zilarini uylantirib, ayrimlarini erga berdi. Hayo 90 yoshga yaqinlashganda eri tuzalmas kasalga chalindi. Arandasning sog'lig'i borgan sari yomonlashib bordi. Erining ajali yaqinlashganini sezgan Hayo farzand va nabiralardan tashqariga chiqishlarini, oxirgi lahzalarda uni eri bilan yolg'iz qoldirishlarini iltimos qildi. Hayo erining yotog'i yonida o'tirib, tabassum bilan so'radi: "Arandas, meni tashlab qayerga ketmoqchisiz?" To'shakda madorsiz cho'zilib yotgan Arandas javob qaytardi: "Barchamiz borishimiz kerak bo'lgan joyga." Hayo Arandasning qo'lini mahkam ushladi. "Meni ham o'zingiz bilan olib keting." Arandas jilmaygancha bujmayib ketgan kaftini rafiqasining qo'liga qo'ydi. "Bolalarimizni tashlab ketasanmi?" Hayo yig'lab yubordi. Sizsiz ular menga ta'tirmidi?" Arandas yo'talgan holda kulib so'radi. "Xotirangni yo'qotganingni aytib, sizga tegmayman deb oyoq tirab olganing esingdami?" Hayo eriga qo'shilib kuldi-yu, lekin ko'zlaridan duv-duv yosh to'kilishdan to'xtamadi. "Ahmoq bo'lgan ekanman. O'shanda siz hayotimdagi eng qadrli insonim bo'lishingizni bilmaganman-da." Arandas rafiqasining boshini siladi. "Sen umrimga nur bag'ishlagan, uni quvonchga to'ldirgan, biror kun ham botmagan hayotim quyoshisan." Erining qo'lidan mahkam tutgan Hayoning ko'z yoshlari toshgandan toshdi. "Unday bo'lsa meni tashlab ketmang." Arandas ko'zlarini yumishdan oldin dedi. "Kech qolmagan." Arandas jimgina yig'layotgan rafiqasining yuziga tikilgan holda so'nggi nafasini chiqardi. Arandas vafot etgach, hovliga Firdavs va qaynotasining qabri yoniga dafn qilindi. Hayo farzandlardan o'zi uchun 4-chi qabrni kovlashlarini so'radi. Farzandlar onalarining talabidan hayron bo'lib, unga uzoq umr tilab duo qila boshlashdi. Hayo ularga: "Ketishga talpinayotgan ruhimga jismim to'sqinlik qila oladi deb o'ylaysizlarmi?" dedi. Hayoning oldiga qizlardan biri qo'lida emizikli bolasini ko'targan holda yaqinlashdi. "Nima demoqchisiz, onajon?" Hayo keng quloch ochib, erining qabrini quchoqlagancha qabr atrofidan o'sib chiqqan binafsha gullariga diqqat bilan razm soldi. Ruhlar bir-biriga talpinganda tanalar to'sqinlik qila olmaydi. Hayo bu so'zlarni aytarkan, boshini quyi solib, ko'zlarini yumdi. Lekin u zulmatni emas, yorqin nurni ko'rdi. Nur so'nishi bilan Hayo o'zini katta kutubxonada
qo'lda kitob tutgan holda ko'rdi. Qarshisida esa oqsoqolli bir mo'ysafid charm kursi ustida o'tirardi. Uning ortida katta soat bo'lib, 9dan 5 daqiqa o'tganini ko'rsatayotgandi. Mo'ysafid tabassum bilan Hayodan so'radi. Kitob yoqdimi, Hayo? Hayo qo'ldagi kitobni uloqtirib, bor kuchi bilan qichqirdi. So'ngra qo'lini boshiga qo'ydi-da, tizzalab o'tirguncha to hushidan ketgunga qadar qichqirishda davom etdi. Hayo ko'zlarini ochganda, qarshisida cho'kkalab uni diqqat bilan kuzatayotgan oqsoqol mo'ysafidni ko'rdi. Mo'ysafid Hayoning yuziga yaqin bo'lib, qo'lidagi qurigan binafsha gulini Hayoning burniga yaqin tutgan holda silkitardi. Hayo qo'rqib ketgandan o'rnidan sapchib turdi va ortga tisarila boshladi. Beli xonadagi tokchalardan biriga tegib, bir ikkita kitoblar tars etib yerga tushdi. Hayo ortiga qadam tashlash asnosida xavotir bilan Mo'ysafiddan so'radi. Sen kimsan? Men qayerdaman? Mo'ysafid o'rnidan turib javob qaytardi. Sen hozir karaxt holatdasan. Xotirangni qaytarish uchun fikringni bir joyga jamlashga harakat qil. Hayo Mo'ysafidga baqirdi. Men qayerdaman? Bolalarim, nevaralarim qani? Mo'ysafid Hayoga qurigan gulni uzatdi. Mana buni hidla. Hammasi yodingga tushadi. Hayo Aminning qo'ldagi gulni urib yubordi. So'ngra asabiylashib hayqirdi. Mendan nari tur! Amin sukut saqlagancha uni kuzatib turaverdi. Hayo esa tanasi, boshi va sochlarini telbalarcha ko'zdan kechirib o'ziga o'zi gapirardi. Nima bo'lyapti o'zi? Menga nima bo'ldi? Amin xotirjam ohangda yana gap boshladi. Sen sayohatda eding. Endi bo'lsa uyg'onib, o'z hayotingga qaytding. Hayo Aminga chaqchayib kinoyali ohangda dedi. Sayohat? Qanaqa sayohat? Arandas qayerda? Bolalarim qayerda? Amin Hayoning gapini bo'ldi. Sen Hayosan, yoshing 12da. Xizmatkoring Halima bilan mahalla aholisiga kulcha tarqatayotgan eding. Otang bilan qasrda yashaysan. Chuqur nafas ol, o'zingni bosib, hammasini eslashga harakat qil. Hayo Aminga savolomuz qarab baland ovozda so'radi. Halima? Halima kim? Amin yerdan qurigan binafshani olib Hayoga ko'rsatgancha dedi. Mana bu gulni hidlasang, xotirang qaytadi. Shu pallada eshik ostonasidan Halimaning chaqirgan ovozini eshitdi. Amin gulni Hayoning kaftiga qo'ydi. Hozir seni chaqirayotgan mana bu ayol bilan ket. Nima bo'lganda ham, qanday vaziyatda duch kelsang ham, bezovtalanib, muammo chiqarma. Senga va'da beraman, barchasini eslaysan. Karaxt ahvoldagi Hayo o'rnidan turib, yosh to'la ko'zlari bilan mo'ltirab dedi. Lekin Amin kaftini Hayoning yelkasiga qo'yib, uni tepa qavatga eltuvchi zina sari asta itardi. Ortiqcha o'ylanma. Seni chaqirayotgan xonimning oldiga tezroq bora qol. Boshi gangib, fikrlari har tarafga sochilib ketgan qiz zinadan tepaga ko'tarila boshladi. Uning yuzidan qattiq qo'rqib ketgani, hech narsani tushunmayotgani shundoqqina sezilib turardi. Uning bug'doy dalalaridagi hayoti hali ham ongida mustahkam o'rnashib turardi. Bechora qiz oxirgi zinaga yetganda uni qidirib uy ichiga kirgan Halimaga ko'zi tushdi. Halima Hayoni ko'rishi bilan oldiga shoshilib keldi va uni bag'riga bosgancha xavotirlanib so'radi. Bu yerda nima qilyapsiz? Hayo xonim, ahvolingiz yaxshimi? Sizga nima bo'ldi? Bezovta ko'rinasiz. Rangingiz ham oqarib ketibdi. Anavi odam sizga nimadir qildimi? Shu onda yerto'la eshigi ochilib, Amin chiqib qoldi. Halima xonim, xavotir olmang, u faqat biroz qo'rqib ketdi. Halima Hayoni qattiq bag'riga bosib, xavotir aralash keskin ohangda so'radi. Qo'rqib ketdi? Nimadan qo'rqdi? Unga nima qildingiz? Amin yerto'la eshigini yopgancha tabassum qildi. Unga nima qildi deb o'ylayapsiz? U shunchaki yerto'lada sichqonni ko'rib qattiq qo'rqib ketdi. Shunday emasmi, Hayo? Hayo talmovsiradi. Nima? Halima Hayoni ushlab Mo'ysafiddan uzoqlashtirgan holda chiqish eshigi sari boshladi. Agar unga nimadir qilganingizni bilib qolsam, oqibati ayanchli bo'ladi. Amin tabassum qilib, qo'lini silkitgan holda ular bilan xayrlashdi. Yaxshi yetib olinglar.
Halima haliyam o'ziga kelib ulgurmagan hayoni quchoqlab, boshini ko'ksiga qo'ygan holda uydan chiqdi. Keyin tez-tez qadam tashlab, qasr darvozasi sari yurishdi. U yerga yetib borganda, darvozabon bilan soqchilar shoshilgancha tashqariga chiqib ularni qarshi olishdi. Chunki avvalroq Halima qasrga hayosiz qaytganidan juda xavotir olishgandi. Darvozabon so'radi: "Kichik xonimga nima bo'ldi? Nima bo'ldi, tinchlikmi?" Halima hayoning boshini ko'ksiga qo'ygan holda soqchilar orasini yorib o'tib ichkariga kirdi. "Hech narsa. Xonim biroz toliqdilar. Xo'jayinga hech narsa demanglar, xavotir olmasinlar tag'in." Soqchilardan biri: "Bu haqda xo'jayinga aytishimiz shart", dedi. Halima yurishdan to'xtab soqchiga o'girilib qaradi va tahdidli ohangda dedi: "Agar og'izlaringdan birorta gap chiqadigan bo'lsa, kun nihoyasiga yetmasdan ishdan bo'shadim deyaverlaring. Bu uchun jon jahdim bilan harakat qilaman." Soqchilardan biri gapga aralashdi: "Lekin bu bizning vazifamiz-ku." Halima o'qraygancha qasr sari yurishda davom etdi. "Unda bir sinab ko'rib, katta xo'jayinga xabar berib ko'rchi, ko'ramiz kimning gapi ustun kelarkan." Soqchilar qasr darvozasi oldida hayo bilan yurib ketayotgan Halimani jimgina kuzatib qolishdi. Ular Halimaning qattiq g'azabdan hayron bo'lishgandi, chunki avval uni sira bunaqa holatda ko'rishmagan edi. Halima qasrga kirib, to'g'ri tepa qavatga, hayoning xonasiga qarab yurdi. Hayoni to'shakka yotqizib, o'zi ham yoniga cho'zildi. Hayoning peshonasidan o'pib, to uxlab qolguniga qadar boshini ko'ksiga qo'ygancha silab yotdi. Halima hayodan nima bo'lgani haqida hech narsa so'ramadi. Halima o'rnidan turayotganda hayoning qo'lida qurigan binafsha guli e'tiborni tortdi, lekin gulni hayoning qo'lidan olmadi. Eshikni asta yopib xonadan chiqdi va pastki qavatga tushdi. Halima shu on trubkasini tutatib, uni kutib turgan xo'jayinni ko'rdi. Xo'jayinning yuzidan g'azab va bezovtalik alomatlari sezilib turardi. Halima bu ifoda nimani anglatishini yaxshi bilardi. U hojasining qarshisiga kelib to'xtadi. Halima bir og'iz gap aytmasdan hayoni o'sha mo'ysafidning uyida yolg'iz qoldirgani uchun hojasining jerkishini kutib, boshini quyi solish bilan kifoyalandi. Chunki u xo'jayinning yuz ifodasini ko'rib, soqchilar uning tahdidiga quloq tutmasdan xo'jayinga hamma gapni oqizmay tomizmay yetkazgan deb o'ylagandi. Xo'jayin tamakisini tutunini Halimaning yuziga puflab, uning egilgan boshiga biroz qarab turdi. So'ngra keskin ohangda so'radi: "Hayo qayerda?" Halima nigohini yerdan uzmagan holda javob qaytardi: "Uxlayaptilar, hojam." Hojasi jahl bilan keskin ohangda so'radi: "Uxlayapti? O'zi uyg'onganiga endi 1 soat bo'lgandi-ku." Qo'shnilarga kulcha tarqatib, sal toliqib qoldilar. Ozgina dam olay deb yotgandilar. Xo'jayini qovog'ini soldi: "Charchabdi? Bu qiz juda tantiq bo'lib ketdi. Bunga sen aybdorsan." Halima hech narsa demasdan yerga qarash bilan kifoyalandi. Hoji mehmonxonaga qarab yurdi. "Rosa asabiylashdim." Halima boshini ko'tardi. "Hojam, sizdan uzr so'rayman. Bunday holat boshqa qaytarilmaydi. Va'da beraman." Xo'jayin Halimaga hayron bo'lib qaradi. "Nima haqida gapiryapsan?" "Xorijdagi ekinzorlarimda muammo yuzaga kelibdi. Hal qilish uchun darhol ketishim kerak. Shuning uchun asabiylashdim. Sen nima haqida gapiryapsan?" Halima hovliqib podadan oldin chang chiqarganini angladi. "Kichik xonim bilan kulcha tarqatishni nazarda tutayotgandim. Xonim toliqib qolganlari uchun jahlingiz chiqdi deb o'ylabman." Xo'jayin mehmonxonadagi katta divanga o'tirib, yana trubkasini tutatishni boshladi. "Aksincha, ertaga ham mahallaga chiqib yana kulcha tarqatishingizni istayman. Oshpazning bugungi tayyorlagan kulchalari mahalladagilarning hammasiga yetadi deb o'ylamayman. To'g'rimi?" Halimaning ko'ngli xotirjam tortib chuqur tin oldi. Shunday, to'g'ri aytyapsiz, hojam." Xo'jayin Halimaga qarab: "1 soatdan keyin yo'lga chiqaman. Bir necha kun uyda bo'lmayman. Yo'qligimda qasrga va undagi barcha narsaga sen mas'ul bo'lasan. Meni tushunding-a, Halima?" Halima xo'jayini tomon bir necha qadam tashlab yaqinlashdi. "Buyrug'ingiz bosh ustiga, hojam. Bemalol ketavering. Ko'nglingizni to'q tutavering. Bari siz bo'lganingizda qanday bo'lsa, yo'qligingizda ham shundayligicha o'z o'rnida qoladi."
Xo'jayin qarshisidagi ulkan derazadan qasr bog'ini kuzatib o'tirgan ko'yi buyurdi. Endi borib safarimga kerakli narsalarni tayyorla. Halima ehtiyotkorlik bilan ortga tisarildi. Xo'p bo'ladi, hojam. 2 soat o'tmasdan katta xo'jayinning shaxsiy haydovchisi qasr eshigining oldiga mashinani shay holatda olib keldi. So'ngra xo'jayin qiynalmasdan o'tirishi uchun mashina eshigini ochib, uni kutib turdi. Uning ortida esa soqchilar mashinasi turardi. Ular xo'jayinni aeroportga eltib qo'yish uchun kutib turishgandi. Xo'jayin ichkaridan chiqib, mashinaning ochiq eshigiga yaqinlashdi va xodimalar bilan turgan Halimaga o'girildi. Halima, yo'qligimda hayoga ko'z quloq bo'l. Halima boshini quyi solib javob qaytardi. Xavotir olmang, hojam. Siz boringizda ham, yo'g'ingizda ham 2 ko'zim xonimda bo'ladi. Xo'jayin mashinaga mindi. Haydovchi esa uning ortidan eshikni ehtiyotkorlik bilan asta yopib, tezda mashinaning haydovchi o'tiradigan o'rindig'iga yugurib bordi. So'ng u ham mashinaga o'tirib o't oldirdi va aeroport sari hayday boshladi. Uning ortidan soqchilar mashinasi ham ergashdi. Xo'jayin ketgach, Halima xodimlarga tushlikka tayyorgarlik ko'rishni buyurdi. Xodimalardan biri Halimaga: "Lekin xonim, uyda Hayo xonimdan boshqa hech kim yo'q-ku. Xonim esa uxlab yotibdilar", dedi. Halima ro'parasidagi ko'm-ko'k ufqqa bir nazar soldi-da, qasrning asosiy eshigidan chiqib ketayotgan 2 mashinaga qaradi. Katta xo'jayinning buyrug'i shunday. Shunga muvofiq ular uyda bo'ladimi, yo'qmi? 3 mahal xo'jayin, rafiqasi va qizi uchun dasturxon shay holatda turmog'i lozim. Qani bo'la qolinglar, vaqtni behuda o'tkazmanglar. Xizmatkorlar bir ovozdan "Xo'p bo'ladi" deb qasr ichkarisidan kirib ketdilar. Kun bir maromda davom etdi. Tushlik dasturxoni qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha Halima buyurgandek unga hech bir kimsaning qo'li tegmagan holda yig'ishtirib olindi. Kech tushganda esa xodimalar kechki taom dasturxonini tuzashni boshlashdi. Ular shu asnoda tepa qavatdan tushib, qasr eshigi sari tez-tez qadam tashlab ketayotgan Hayoni ko'rishdi. Xizmatchilar qilayotgan ishlardan to'xtab, nima qilishni bilmasdan talmovsiragancha bir-birlariga qarab qolishdi. Chunki Hayoni to'xtatishga yoki gapirishga hech birining haddi sig'masdi. Zero bu Halimaning vazifasiga kirardi. Halima esa bu paytda yon atrofga ko'rinmasdi. Hayo eshikni ochib, qasr darvozasi tomon shoshilgancha jahl bilan shaxdam yurib ketardi. Xodimalardan biri sherikka ishora qilib, xavotir bilan: "Tezda Halima xonimni top va unga vaziyatni tushuntir", dedi. Xodima yugura-yugura qasrning har qarichidan Halimani qidira boshladi. Bu orada Hayo darvozaga yetib bordi. Soat kechki 9 ga yaqinlashib qolgandi. Soqchilardan biri ehtiyotkorlik bilan Hayoning yo'lini to'sib, biroz xavfsiragan holda xavotir aralash tabassum bilan so'radi: "Hayo xonim, qayerga ketyapsiz?" Hayo qovog'ini o'yib: "Yo'limdan qoch, Hasson", dedi keskin ohangda. Hasson kaftini ishqalab iltimos qildi: "Iltimos, Hayo xonim, xo'jayindan gap eshitishni istamayman." Hayo Hasson va uning atrofidagi soqchilarni pisand qilmasdan yurishda davom etdi. "Qani ko'ramiz, qay biringiz meni to'xtatishga jur'at qilarkansiz?" Soqchilardan biri Hayoni qasrdan tashqariga chiqishdan to'smoqchi bo'lib qo'lini cho'zdi. Hayoga yetib bormasdan oldin uning tajribaliroq sherigi cho'zilgan qo'lni ushlab, "Xonimga teginma", degandek boshini silkitdi. Hayo o'qraygancha shaxdam qadamlar tashlab Aminning uyiga tomon tez-tez yurishda davom etdi. Hayo Aminning uyiga yetib borgach, ostonada turib eshikni qattiq taqillata boshladi. Amin eshikni ochib, Hayoni ko'rishi bilanoq tabassum qilib so'radi: "Xudoga shukr, salomat ekansan. Ahvoling yaxshimi?" Hayo asabiylashib Aminga baqira ketdi: "Ahvoling yaxshimi deysizmi? Siz menga nima qildingiz?" Amin taajjublangancha javob qaytardi: "Hech narsa." Hayo qurigan binafsha gulni cho'ntagidan chiqardi-da, Aminning yuziga uloqtirib, g'azab bilan baqirdi: "Bu gulga qanaqa narkotik modda joylashtirgansiz? O'sha alahsirashlarni ko'rishimga qanday modda sabab bo'ldi?" Amin javob qaytarmasdan eshikni ochiq qoldirgan holda ichkariga xotirjam kirib ketdi. Hayo uning ortidan qichqirdi: "Qayerga ketyapsiz? Ey ahmoq, ustingizdan politsiyaga shikoyat qilaman hali." Amin uy ichida Hayoga eshitiladigan ovozda: "Qahva ichishni istaysanmi?" dedi.
Hayo jahl bilan eshikni qarsillatib yopdi. Natijada eshik tavaqasi devorga urilib, uning yon tomonida ilingan lavha yerga quqlab tushdi. Hayo esa "Jinnimisiz?" deb baqirdi. Amin o'zini sovuqqon tutgan holda xotirjamlik bilan mehmonxonadagi divanga o'tirdi. Keyin yonidagi tumbochka ustidan bug'i chiqib turgan finjonni olib, baland ovozda "Tunda qahva ichayotganim uchunmi?" dedi. Hayo mehmonxona ichiga kirib, yaqindagina tayyorlangan qahvani bir qo'plam simirgan Aminning oldiga keldi va asabiylashgan holda hasrat bilan "Nega bunday qildingiz?" deb so'radi. Amin cho'ntagidan bir kitobcha chiqardi va ko'zoynagini taqib, uning nomini diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi. "Nima qilibman?" Hayo Aminning qo'ldagi kitobchani urib yerga tushirib yubordi. Amin yerdagi kitobchaga qarab, oq tortgancha Hayoga dedi: "Qani kel, mana bu yerga o'tirgin." Hayo g'azab bilan yerto'laga olib boruvchi yo'lga ishora qildi. "Ana bu yerto'lada menga nima qilganingizni aytmaguningizcha hech qayerga o'tirmayman." Amin boshini ko'tarib Hayoning yosh va g'azab to'la ko'zlariga qarab vazminlik bilan dedi: "Senga kitob o'qitdim, xolos." Hayo asabiylashib ketdi. "Kitob? Qanaqa kitob? Men uzoq yillar davom etgan butun boshli bir hayotni yashadim. Hatto o'zligimni, kim ekanimni unutdim. Menga qanday giyohvand modda berdingizki, bu darajada aniq, tiniq tafsilotlar bilan butun boshli hayotni yashadim. Uni hidladim-u, barcha voqealarni go'yo rostdan sodir bo'lgandek his qildim." Amin ko'zoynagini yechib so'radi: "Ularni sodir bo'lmadi, ular haqiqiy emas deb kim aytdi senga?" Hayo battar tutaqib ketdi. "Nima? Ularni haqiqiy demoqchimisiz? Ustimdan kulyapsizmi?" Amin cho'ntagidan paxta matoga chiqarib, ko'zoynagini artdi. "Sen hozir ilk bosqichda sodir bo'ladigan holatdasan. Bu tabiiy. Biz ham oldin bu bosqichdan o'tganmiz. Biz, ya'ni..." Amin ko'zoynagini taqib Hayoga qaradi. "Bu kutubxonadan kitob o'qiganlarning hammasi." Hayo qo'llarini boshiga qo'ygancha Amindan uzoqlashdi. "Tush ko'rayotgan bo'lishim kerak." Amin barmoqlarini bir-biriga kirishtirib, xona o'rtasida u yerdan bu yerga aylanayotgan Hayoga qarab turdi. "Senga shuni aniq aytishim mumkinki, yashaganlarning tush yoki xayol emas." Hayo u tomon o'girilib so'radi. "Nima unda? Sehrmi?" Amin boshini silkitgancha shiftga qarab o'ychan javob qaytardi. "Shunga yaqin desa ham bo'lsa kerak." Hayo Aminning oldiga biroz yaqinlashib, barmog'i bilan unga ishora qildi. "Siz sehrgarmisiz?"